Assalomu alaykum elparvarchi avtokredit obunachilarimiz. Bu videoni qilishdan maqsad o'zimizda ozgina 30 ta 40 ta mashina bor. 2018-yildan 2025-yilgacha bo'lgan avtomashinalarimiz bor. Bu videoni qilishdan maqsad shularni ozgincha obzor qilib YouTube kanalimizga qo'yish. Bu mashinaga keladigan bo'lsa, bu mashina Lamborghini. Biz hazillashib Shuhrat Musayev o'zining mashinasi hazillashib Shuhrat samolyotingiz deymiz dedi. Xullas, o'rtoqlar, bizda 2018-yildan 2022-yilgacha bo'lgan 25-yilgacha bo'lgan avtomashinalar har xil turdagisi bor. GM'da ishlab chiqarilgan, misol tariqasida Spark, Nexus 3, Cobalt, Gentra, Malibu, Tracker 1, Tracker 2, Captiva, Damas. Xullas, GM'da jamiki nima mashina ishlab chiqarilsa, hammasi bor. Boshlang'ich to'lovlarga keladigan bo'lsak, boshlang'ich to'lovlari $500 dan $2,500 Bu degani mashinani o'ziga qarab. Misol tariqasida mana shu Cobaltimiz 2023-yil ishlab chiqarilgan, salonda 2024-yil chiqqan. Probeglari 21,000 yurgan. Mana shu mashinamizdan boshlang'ich to'lov $1,600 bilan 12 ta viloyatga avtokredit bo'lib chiqadi. Oylik to'lovlari misol uchun 4,200,000 4,300,000 atrofidan chiqadi. Keyin shuni ya'ni ma'lum qilamizki, misol uchun ko'pchilik bizga kelib, sizlarda BU mashinali ekan savol berishadi. Xohlasanglar sizlarga yangi mashina ham misol uchun avtosalondan bizda misol uchun do'gurimiz bor. Shunaqa avtosalondan 1 kun, 1,5 kun ichida salondan primo do'gur o'zingizlar nomingizga kirib chiqib, yangi salondan mashinani olib chiqib berish imkoniyatimiz ham bor. Biz nimaga asosiy 2018-yildan 2023-24-yilgacha bo'lgan mashinalarni olishimizning sababi bu mashinalarda to'g'ri qaysidir kraskasi toza, qaysidir probegi kam, qaysidir kraskasi bitikda joyida, bitikda pitnosi bo'lishi mumkin, yo bo'lmasam probegi ozgina ko'proq bo'lishi mumkin. Biz xalqni o'ylagan holatda va xalqni fikrini bilgan holatda 2018-yildan 2024-yilgacha bo'lgan mashinani olamiz. Sababi nimaga? Misol tariqasida mana shu Nexus'imiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Bu mashinamizga misol tariqasida oladigan odamga o'sha tayyor. Nimaga unaqa deyapman? Misol tariqasida 4 ta yangi balon turibdi oyog'ida. 4 ta yangi balon turibdi. Shu balonlarimizdan misol uchun $50 dan har birini qo'shsangiz $200 qilingan jihozini aytayapman. Misol tariqasida 2,600,000 ming so'mga tonirovka ruxsatlari bor. 10 razрешенияsi. Bu ham $200. Misol tariqasida poliklar qo'yib qo'yilgan, misol uchun video registratorlar qo'yib qo'yilgan. Qaysidir mashinamizga chexol, Magicar, mana shunaqa narsalar qo'yib qo'yilgan. Men bu gapim bilan aytmoqchi bo'lganim, bu mashinalarga rasxod qilib bo'lingan. Sababi, misol uchun o'zingiz uchun avtosalondan yangi mashina olib xarid qilgan taqdiringizda ham o'zingiz uchun 4 ta yumshoq balon qo'yasiz, video registrator qo'yasiz, bitta Magicar qo'yasiz, chexol qo'yasiz. Misol tariqasida, endi kimdir o'zini komfortini o'ylagan holatda tonirovka qilishi mumkin. Men aytmoqchi bo'lganim, mana shu jarayonda, mana shu qilingan jihozdan o'ziga ham kamida $800, $1000 pul ketadi. Men o'shaning uchungina 2018-yildan 2023-24-yilgacha bo'lgan mashina olishimning sababi aslan sababi shunda bo'ladi. Qilingan jihozda qilib qo'yilgan. Misol uchun klient keladi, kimdirlarni internetda ko'ramiz, 4 ta polik mandan deydi, kimdir 4 ta baloni mandan deydi, kimdir 30 ta benzini mandan deydi, kimdir gaz baloni mandan deydi. Men aytmoqchi bo'lganim yana o'sha gapim. Bizda olsangiz уже tayyor. Poligi ham, baloni ham, metan gazi ham, video registratori ham, Magicar ham tayyor. Xullas, bu videoni imkon qadar mashina olaman deb avtokreditga yurgan aka-ukalarimizga yuborib qo'yamiz bemalol. O'zingizlar uchun, misol uchun yonimizda har doim aytamiz, yonimizda avtokreditchilar rosa ham ko'p. 20-30 dan ortiq, даже 200-300 metr naryoqda bizdan bozor, misol tariqasida so'rab, surishtirib, ana boshqa avtokreditchilarga o'xshab manda zo'r, sanda zo'r, bizda unaqa kontent yo'q. Sababi karvon ko'p, rizq bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lganim, so'rab, surishtirib, o'zingizlar uchun ma'qul deb bilsanglar, kelib xarid qilsanglar, biz bag'oyatda xursand bo'lamiz. Yana shuni aytib o'tamanki, opisiyaniyada nomerlarimiz bor. Bemalol opisiyadagi nomerlarga telefon qilib, misol tariqasida ma'lumot olishinglar ham mumkin. Yo bo'lmasa bir qanaqadir o'zingizlar qiziqtirgan avtokredit haqida savollar bo'lsa, bemalol telefon qilishinglar ham mumkin. Manzilimizni bu videoni oxirida tushuntirib o'tamiz. Toshkent shahar Sergeli mashina bozoriga kelaverishda o'zgarish mostidan o'tgandan keyin Qo'yliq mosti shunday Sergeli mashina bozoriga o'tib turishdi.
mashina bozorga yetib bormasdan 300-400 metr chap qo'lingiz mana metal zapravka bor, eski metal zapravka edi, hozir restavratsiya qilingan holatda yangi qilinmoqda. Shu metal zapravka chiqarishda logotiplarimizni tepada qizil banerlar bilan ildirib qo'yilgan, Elparlar Avtojet. Bemalol aloqaga chiqib kelishingiz mumkin. Xullas bu videoni maksimal darajada tarqatib qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.